Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy hukumatı xalqaro jamiyatni aldash uchun davomli tashviqot filmi ishlamoqda. 2021-yili 4-oyning 20-kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Xitoy hukumatı xalqaro jamiyatga Sharqiy Turkistonda diniy erkinlik bor deganni ko'rsatish uchun tashviqot filmi ishlab tarqatayotgan bo'lib, Xitoyning har xil tildagi xalqaro kanallari orqali tarqitish va shu orqali Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini yoshirish maqsad qilingan. Film asosligi Qashqarda va Urumchidagi Baytul Ma'mur masjidi, Oq masjid qatorliq joylarda suratga ilingan bo'lib, kishilarning masjidga kirgan, tahorat elayotgan ko'rinishlari, Uyg'urlarning o'z uylarida sohurliq va iftor qilayotgan qiyofatlari chiqadi ekan. Holbuki Sharqiy Turkistonning hamma yerida degudak Ramzon mezgilida tushlik tomoq tarqitish va suv ishkizish davom qilayotganligi ma'lum. Ko'plagan maktablarda Uyg'ur o'qituvchilar yo'q deyarlik bo'lib, maktablarda Uyg'ur o'quvchilarga tushlik tomoq birdek haqliq ta'minlandi ekan. O'quvchilarning o'z tomoqlarini akilishi cheklanadi ekan. Tarqalgan ma'lumotlarga qaraganda tomoqlarga cho'chqa go'shi ishlatildi ekan. G'arbning Xitoyga qaratgan jazosi bu masalani majburlamdi yoki hal qilamdi? Janubiy Xitoy Attiganlik pochtasi gazetining 16 aprellik xabariga qaraganda, Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligining kuchayishiga ergishib, Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlari orqa-orqadan Xitoyga qarata majbur emgak aloqador mahsulotlarni cheklash, kishilik huquq dafsanchiligi bilan bevosita aloqador bo'lgan amaldorlarga jazo yurgizish qatorliq bir qator harakatlarni ilib borgan bo'lsa-mu, lekin bu jazo tadbirlarining mohiyatlik iqtisodiy ta'siri bor yo'qligini kuzatishga to'g'ri keladi ekan. Hong Konglik iqtisodshunoslar axborot bo'limining yer shari savdo boshlamchisi Nek Maroning deyishicha, bu jazo tadbirlar Xitoyga ko'rinarlik makro iqtisodiy ta'sir ko'rsatmasligi mumkin bo'lib, haqiqiy iqtisodiy ta'sir ularning qanchalik qattiq ijro qilinishiga bog'liq ekan. Litva Xitoyning tahdidiga qaramasdan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishga tutish qildi. Sharqiy Yevropa xabarlar to'rining 19 apreldagi xabarida deyilishicha, bir yo'silning Xitoyga jazo yurgizishidek tarixiy harakatidan keyin Xitoy Yevropadagi 10 necha diplomat va amaldorlarning ichida Litvalik 4 siyosiyonni nishonlab o'ch olgan. Litva parlament a'zosi Dovul Xitoyning jazo tizimiga kirgizilgan bo'lib, boshqa parlament a'zolari bilan birga Xitoy elchixonasidan tahdid xatlarini topshirib olgan. Gerçi Litva parlament a'zolariga bevosita besim bo'lsa-mu, Vilnius Uyg'urlarga qaratilgan bostirishni irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishni planlagan bo'lib, Litva Xitoyni ig'ir kishilik huquq dafsanchiligi bilan ayblaydigan davlatlarga qo'shilishi Xitoyning g'azabini keltirdi ekan. Xabarda yana 22 aprel Litva parlamentida alayda isbot anglash yig'inining ochilganligi, yig'inda xalqaro mutaxassislar va turmadagi kishilarning tuqqanlari Sharqiy Turkistondagi bostirish to'g'risida suhbat ilib borganligi tilga ilingan. Xitoy Sharqiy Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazyotdi. Kishilik huquqni kuzatish xabarlar to'rining 19 apreldagi xabariga qaraganda, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti yangi doklad e'lon qilgan bo'lib, dokladda Xitoy hukumatining Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa turk musulmonlariga qarata insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazayotganligi, Xitoy amaldorlarining bu keng ko'lamlik va sistemlik tutib turish, qiynash, madaniyatga buzg'unchilik qilish qatori qilmishlarga mas'ul bo'lish kerakligi tilga ilingan. Bu 50 kuchbatlik ularning nasabini buzib, yiltizini quritish nomli doklad Stanford Qonun instituti kishilik huquq vaziyatlarini hal qilish organining yordamida yozilgan bo'lib, dokladda Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqiy Turkistondagi turli kishilik huquq dafsanchiligi tafsiliy bayon qilingan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Xitoyga mas'ul direktori Richard San, Xitoy doiralarining Sharqiy Turkistonda Uyg'ur boshchiligidagi musulmonlarning hayoti, dini va madaniyatiga sistemlik ziyonkashlik qilganligini tilga olgan. Xabarda deyilishicha, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti va Stanford kishilik huquq organi BDT kishilik huquq kengashining qaror chiqarib insoniyatga qarshi turish jinoyatini tekshirish, bu jinoyatga aloqador xodimlarni aniqlash kerakligini talab qilgan.
Yevropa İttifaqı Xitoyning nishoniga aylandi. Yaponiya Forward xabarlar to'rining 21-aprildagi xabarida deyilishicha, Yevropa Birlashmasi Tashqi ishlar kengashi mart oyida Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi sababidan Xitoydagi 4 amaldor bir o'ringa qarata jazo yurgizgan bo'lib, uzun o'tmay Xitoy buning qarshiligida Yevropadagi 10 shaxs 4 o'rinni jazolash orqali o'ch olgan. Xitoy hukumatining Yevropa ittifoqiga tutgan pozitsiyasi Amerika qaraganda qattiq bo'lib, Xitoy Amerikaning orolida 2 odamiga jazo yurgizgan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Yevropa ittifoqi garchi Xitoyga qarshi jazo yurgizish orqali Amerikaning Xitoyga qaratgan qattiq siyosatiga moslashganda qilsa-mu, Amerika qaraganda Xitoyga nisbatan ojiz hisoblandi ekan. Xitoy strategiyasi tarixdan buyon eng ojiz ulanishni nishon qilib kelgan bo'lib, bu qatim Yevropani nishon qilishi mumkin ekan. Avstraliya hukumati Xitoy bilan bo'lgan bir yo'l bir balvoq kelishimini bekor qildi. Amerikadagi CNA xabarlar to'rining 21-aprildagi xabariga qaraganda, Avstraliya hukumati chorshanba kuni Xitoy bilan bo'lgan bir yo'l bir balvoq kelishimini bekor qilganligini, bu kelishimning davlatning tashqi ishlar siyosatiga mos kelmaydiganligini e'lon qilgan. Avstraliya o'tgan yil Xitoyga qaratilgan deb qaralgan bir qonun loyihasini o'ttirib qo'ygan bo'lib, bu qonun orqali davlat manfaatiga tahdid deb qaralgan chet el davlatlar bilan bo'lgan har qanday kelishimni bekor qilishga bo'ladi ekan. Xabarda deyilishicha, Avstraliya allaqachon Xitoyning Avstraliyadagi ta'sir kuchini cheklash uchun tadbir qo'llangan bo'lib, buning ichida telegraf magnati Huawei'ning Avstraliyada 5G to'rini qurishni cheklash va shirkatlarga chet el mablag' silish qonunini chingitish qatorliqlari bor ekan. 1989-yildagi Tiananmen maydoni bostirishidan keyin ikki davlat o'rtasidagi munosabat eng tuvan chekka yetgan bo'lib, 2020-yildagi to'qinish Sharqi Turkiston va Hong Kongdagi kishilik huquq masalasigacha kengaygan. Angliya parlamenti Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qildi. Reuters agentligining 22-aprildagi xabariga qaraganda, Angliya parlamenti Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ishlayotgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan bo'lib, buning bilan Angliya Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan 4-davlat hisoblandi. Hozirgacha Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini irqiy qirg'inchilik deb bekitgan davlatlar tartib bilan Amerika, Kanada, Gollandiya va Angliya qatorliqlardan iborat. O'zgarish qandaq maydonga keladi? Jamiyatda va yoki millatda ijobiy o'zgarish paydo qilish uchun biz cho'qim boshqalarni o'zgartirishimiz kerakmi? Qandaq qilganda boshqalarga ta'sir ko'rsatib, ularda unumli ijobiy o'zgarish paydo qilg'ili bo'ladi. Ma'lum bir shaxsning "Men dunyoni o'zgartmoqchi edim" degan yozmasida mundaq yozilgan ekan. Men yosh vaqtimda dunyoni o'zgartmoqchi edim. Keyin men dunyoni o'zgartirishning qiyinligini bayqadim. Shunga men faqat millatimni o'zgartirishga tirishdim. Yana keyin millatimni o'zgartalmaydiganligimni bayqaganimda zihnimni men yashagan shaharni o'zgartirishga markazlashtirishga boshladim. Men shaharimni o'zgartalmadim va bir yashangan kishi bo'lish supatim bilan oilamni o'zgartirishga tirishdim. Hozir yashangan kishi bo'lish supatim bilan men birdan bir o'zgartirlaydiganimning o'zim ekanligini his qildim. Oxirida men tuyuqsiz shuni his qildimki, agar men daslabida o'zimni o'zgartgan bo'lsam, oilamga ta'sir ko'rsataydim. Oilamdagilar mahallamizga ta'sir ko'rsatdik. Ularning ta'siri bilan shaharimizga, shaharimizning ta'siri bilan butun millatni o'zgartgili bo'ladi. Shuning bilan oxirida men dunyoni o'zgartirgan bo'ladim. Bu hikmat bizga shuni tushuntirib beradiki, inson boshqalarda, jumladan o'zi yashagan jamiyat yoki o'zi tava millatda o'zgarish paydo qilmoqchi bo'ladi ekan, o'zgarishni avval o'zidan boshlab boshqalarga ulgu bo'lishi kerak. Chunki har qanday bir jamiyat, har qanday bir qavm yoki har qanday bir millat har birimizga o'xshash konkret insondan tashkil qilgan. Ular o jamiyat, qavm yoki millatga tava har bir inson o'zgarishni avval o'zidan boshlasa, vaqtning o'tishi bilan
inson tava bo'lgan jamiyat, qavmda va yoki millatda o'zgarish bo'ladi. Uningdan boshqalarda yoki jamiyatda o'zgarish paydo qilmoqchi bo'lgan odam agar o'zi boshqalarga ulgu bo'lib, boshlamchilik rol o'ynamasa, boshqalar orasida ishonch, hurmat va yaxshi obraz barpo qila olmasa, u insonning deganlari quruq gapga aylanib, uning tirishchanligi mag'lubiyat bilan oxirlashishi mumkin. Agar biz dunyoga ta'sir ko'rsatgan va zo'r o'zgarish hosil qilgan insonlarga qaraydigan bo'lsak, mayli u dangliq siyosatchi, amaldor yoki olim, jamoat arbobi, saxovatchi bo'lsin, ulardagi o'rtaq bir alaydilik, ular oldi bilan o'zi ulgu bo'lib, xalq orasida hurmat, obraz, ishonch va ta'sir kuchiga sahib bo'lgan. Masalan, Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishdan ilgarilar rostchilligi va adab axloqda boshqalarga ulgu bo'lib, nihoyatda yaxshi obraz yaratganligi uchun uning atrofidagilar uning degan gaplariga shaksiz ishonadi. Muvaffaqiyat qozongan har qanday lider va xo'jayinning amaliyotda qo'l ostidagilardan jafoliq ishlaydiganligi g'arbda yashayotgan ko'pinchimizga notanish emas. Biz kapitalistik jamiyatda xo'jayinlar qo'l ostidagilarni ekspluatatsiya qilib, ularning haqqini egilib olish orqali boy bo'lgan degandek bir taraflama tashviqotlar bilan tarbiyalanganligimiz uchun bizda boshqalarga ulgu bo'lish orqali boshlamchilik va liderlik qilish eng kuchlik emas. Biz talabni o'zimizga emas, boshqalarga qo'yishga odatlangan. Biz bolamizni yaxshi tarbiyalaymiz desak, oldi bilan o'zimizning ota-onalik mehr muhabbatimiz bilan bolalarimiz oldida ota-onalik obrazimizni yaxshi tiklab, ularga ulgu bo'lishimiz kerak. Bolalarimizga kunda rost gap qil, yolg'on so'zlama, samimiy va adabli bo'l deb tarbiya qilish bilan cheklanmay, eng muhimi o'zimiz rost gap qilishimiz, yolg'on so'zlamasligimiz, samimiy va adabli bo'lishimiz kerak. Agar bir inson boshqalarga ta'sir ko'rsatib, ularda o'zgarish paydo qilmoqchi bo'lsa, u inson oldi bilan cho'qim o'z amaliy harakati orqali boshqalarga ulgu bo'lishi kerak. Bir inson boshqalarga tarbiya berib, ularda o'zgarish hosil qilmoqchi bo'lsa, u inson oldi bilan cho'qim qarshi tarafning ishonchisi va hurmatiga sazovor bo'lishi kerak. Shundoq bo'lgan u inson yolg'iz tanqidga tayinib emas, balki o'z amaliyati orqali boshqalarga ta'sir ko'rsatib, ularda o'zgarish paydo qilish usullarini tövandagidek bir necha turga yig'inchoqlashga bo'ladi. Birinchi, sevgi muhabbat, ya'ni boshqalarga ta'sir ko'rsatib, ularda o'zgarish paydo qilmoqchi bo'lgan odam oldi bilan o'zi ulgu bo'lib, o'z amaliy harakati, sevgi muhabbati orqali o'zgartmoqchi bo'lgan tarafga ta'sir ko'rsatib, ularda o'zgarish paydo qilish. Masalan, bizdagi chiroyli so'z toshni eritadi degandek ota so'zlar buning bir misolidir. Bu xil usul orqali paydo bo'lgan o'zgarish aktiv o'zgarish bo'lib, u insonning ichidan chiqadigan eng g'oyalik o'zgarishdir. Ikkinchi, foyda manfaat, ya'ni ta'sir ko'rsatmoqchi yoki o'zgartmoqchi bo'lgan tarafga moddiy va ma'naviy foyda manfaat yetkazish orqali ularda o'zgarish paydo qilish. Har qanday inson u mayli xohlasin yoki xohlamasin o'z hayotini davom qilish uchun moddiy va ma'naviy manfaatga ehtiyojli. Inson har zaman o'zi yaxshi ko'rgan yerda, o'zi yaxshi ko'rgan xizmatni topa olishi mumkin emas. Ba'zida hayotini davom etish uchun xizmatning va yoki maosh berguchining talabiga moslashish va uning talabi bo'yicha ishlashga to'g'ri keladi. Bu ularning o'zgarishiga turtki bo'ladi. Bir odamni rag'batlantirish, mukofotlash va taqdirlash orqali u odamda zo'r o'zgarish paydo qilish mumkin. Ijtimoiy farovonlik va xayr-saxovat orqali hojatmand insonlarga moddiy yordamda bo'lib, ularning ishonchisi va hurmatiga erishish mumkin. Ondan ularga ta'sir ko'rsatish va ularda o'zgarish paydo qilish mumkin. Uchinchi, kuch, ya'ni qurolli kuch. Hokimiyat, qonun, harbiy va zo'ravonlik kuch orqali boshqalarda majburiy o'zgarish paydo qilish.
bu xil usulni hokimiyatlar, bo'libmi diktator hokimiyatlar, huquqdorlar va qora jamiyatlar ko'p qo'llanadigan bo'lib, bu xil usul orqali paydo qilgan o'zgarishlar ba'zida zo'r qarshilikqa uchrashi va kuchlik aks ta'sir paydo qilishi mumkin. 4-chi psixikalik monopol qilish, ya'ni qo'llanish zarur bo'lgan qattiq yumshoq, rost yolg'on, so'ygi nafrat, jazo mukofot, ruhiy va jismoniy qiynashlar orqali insonlarning ruhiyatini monopol qilib, ularda o'zgarish paydo qilish. Bu xil usul bilan paydo bo'lgan o'zgarish ba'zida nihoyatda kuchli va cho'nqur bo'lib, uning natijasi ba'zida salbiy bo'lsa, ba'zida ijobiy bo'lishi mumkin. Uni hokimiyat xalqni qul qilib, o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun qo'llansa, shaxslar boshqalarni o'ziga sodiq qilish, boshqalarni kontrol qilish va boshqalarni qo'llanish qatorliq har xil maqsadda qo'llanishi mumkin. Odatda insonlar davatgan kalla yuyish, o'qitish, jin chaplashtirish, ruhiy asoratga elish deganlar mushu xil usul orqali paydo bo'lgan o'zgarishlar hisoblanadi. Biz yashayotgan bu jamiyatda mayli televizor bo'lsin, yoki gazet, jurnal va yoki ijtimoiy taratqularda bo'lsin, biz har kuni ko'plagan obzor, tanqid va radiyalarni anglab, ko'rib turmiz. Ularning ba'zilari shaxsiy ish bo'lsa, ba'zilari hokimiyatga chetishlik, ba'zilari qiziqish sababidan o'tirg'i chiqqan bo'lsa, ba'zilari kasbiy, ya'ni kundalik xizmatning bir qismi sifatida o'tirg'i chiqadi. Ba'zilari jamiyat va xalqqa bo'lgan mas'uliyat tuyg'usidan o'tirg'i chiqqan bo'lsa, ba'zilar boshqalarga o'zini ko'rsatish, nom chiqarish va yoki qasddan to'plangdan to'g'ach o'g'irlash maqsadida o'tirg'i chiqqan bo'lishi mumkin. Ular mayli qanday sabab va qanday shaklda o'tirg'i chiqishdan qat'iy nazar, bizning kundalik hayotimiz ulardan butunlay xoli emas. Ularning ba'zilari jamiyat taraqqiyotida turtkilik, ijobiy rol o'ynasa, ba'zilari salbiy rol o'ynashi mumkin. Ba'zilarining hech qanday ta'siri bo'lmasligi, insonlar u tanqid va radiyalarga pisand qilmasligi mumkin. Undaqda boshqalarni tanqid qilish yoki boshqalarga radiya berish orqali boshqalarga ta'sir ko'rsatgili va ularda o'zgarish paydo qilg'ili bo'lamdi. U konkret tanqid qilingan odamga bog'liq. Bizda yalang oyoq suvdan qo'rqmabdi deydigan bir oti so'zi bor bo'lib, u deganlik putida oyog'i yo'q odam oyog'ining ho'l bo'lib ketishidan andisha qilmaydi deganlik bo'ladi. Agar tanqid qiling'uchi jamiyatda o'rni, xalq orasida hurmati bor, o'zining xalq orasidagi obraziga va sharafiga alohida ahamiyat beradigan inson bo'lsa, tanqid va radiyalar ularga ta'sir ko'rsatishi, ularning so'z harakatlariga diqqat qilishga va o'z qilmishlarini kontrol qilishga turtkilik rol o'ynashi mumkin. Ammo tanqid qiling'uchi jamiyatda o'rni yo'q, o'z obraziga bak ahamiyat bermaydigan, sharaf tuyg'usi yo'q, johil, mutassib, qatmal insonlar bo'lsa, u holda tanqid va radiyalar ularga ko'p ta'sir qilmasligi mumkin. Ularda o'zgarish paydo qilish uchun ular anglaydigan tilda so'zlashga va ularda unum beradigan usulni qo'llanishga to'g'ri keladi. Inson o'zi to'g'ri deb bilgan narsaga ishonadi va o'zi ishongan narsani to'g'ri deb biladi. Bir insonni bevosita inkor qilish ko'pincha ahvolda aks ta'sir paydo qilishi mumkin. Shunga bir insonda, bo'libmi johil, mutassib va oshqun insonda o'zgarish paydo qilmoqchi bo'lgan odam oldi bilan u insonning ishonchisi va hurmatiga ega bo'lishi va yoki u inson ishongan, hurmat qilgan kishilarni org'a selishi kerak bo'ladi. Arab taratqularida Uyg'urning ovozi va Xitoyning obrazi. Mayli Arab yerim oralining sharqidagi Iroq, Kuvayt, Bahrayn, Qatar, Arab Birlashma Xalifaligi, Saudiya Arabiston qatorliq qo'ltiq davlatlari bo'lsin yoki yerim orolning g'arbidagi Suriya, Livan, Falastin, Iordaniya, Yaman va Misr bo'lsin, hammasining matbuotlari va medialarida Uyg'urlarning tarixiy, madaniyati, kimligi va obrazi dal Xitoy vatanimizda bizga qattiq singdirib o'tgan
burmalangan saxta va yolg'on uchurlarning o'zi bo'lib, Xitoy nurg'un pul sarf qilib, bu davlatlarning Wikipedia ombiri va boshqa izlash motorlariga qadar yomon qo'lini so'zib, Uyg'urlarning obrazini xunuklashtirib, ziyonkashlikka uchrayotgan Uyg'ur xalqini terrorchi va bo'lginchi qilib ko'rsatib, o'zining sodir qilayotgan irqiy qirg'inchiligini yo'lliq va qonunliq ko'rsatishga ko'p uringan. Gerçi Xitoyning o'tirg'i qo'yganlari hammasi butunlay yolg'on va axlat uchurlar bo'lsa-mu, biroq aslidinla Uyg'urlarni tonimaydigan arab xalqi orasida bu xil ta'tir va burmalangan tashviqotlar xilila o'z kuchini ko'rsatgan. Her holda Amerikaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishi bilan boshlangan dunyoviy ayblash to'lqini tamkin turishga tirishgan Xitoyni biroqla aloqizodi qilib atdi. Shuning bilan har qaysi arab medialari bo'libmi, o'qituvchi medialar Uyg'urlar haqida bir qadar ishonchli va kuchli tashviqot elib berib, ham arab xalqini Uyg'urlarga yiztashlik qilishga chaqirdi. Ham shu orqali arab xalqini zolim va diktator arab qo'rchoqlarga qarshi kuch kiritib, bir chalmada ikki paxtak so'qish uchun fursatni ching tutdi. Shunga bizmi hozirgi foydali sharoitni ching tutib, Al Jazeera'ning qarshi yo'nalish nomli munozara so'rinini ching tutib, chet ellarda turishliq Xitoy tashviqot xodimlari va konsul orqali arab xalqiga ta'tir tashviqot elib boradigan yollanma xodimlarini avam oldida mat qilishimiz kerak. Bundaq mustaqil va erkin munozara so'rinini dushmanga o'ngchi tashlab bersak, 300 necha million nopusga ega Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish afzalligi bo'lgan cho'ng bir dunyoviy kuchning qo'llashidan osonla ayrilib qolamiz. Hozirgi arab matbuotlari va taratqularda Uyg'urlar haqida ozdir ko'pdir xabar ishlayotganlar asosan arab ellerida hukm surayotgan har qaysi jamoatlarning tizginidagi Xitoyparast taratqular va chet ellarda turishliq o'qituvchi taratqular bo'lib, bular ichida Misr, Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligidan g'arb ellarga qochib ketgan o'qituvchi guruhlar ilkidagi taratqular Uyg'urlar haqida izchil yaxshi tashviqotlar va xabarlarni ishlab kelyotdi. Alayliq Al-Hurra, Al-Shuruq, Al-Quddus degandek taratqular izchil Uyg'urlar haqida ijobiy va ta'sirli xabarlarni ishlayotdi. Ular asosliqi xabar manbalarini BBC, CNN degandek nopozliq xalqaro medialardan oladi. Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligiga qarashliq hukumat medialari burunlarda Xitoyni maqtaydigan ko'plagan xabarlarni chiqargan bo'lsa, hozirgi Uyg'ur xalqining fojiasi irqiy qirg'inchiligiga qarab taraqqiy qilishiga ergishib, ularmi Uyg'urlar haqida ozdir ko'pdir xabarlarni ishlashga majbur bo'lgan. Biroq ularning Uyg'urlar haqidagi xabarlari asosan Uyg'ur fojiasini Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushi va dunyodagi to'r talashish ko'rishining qurboni sifatida bakrak ta'kidlab, bundaq siyosiy o'yinda taraf tutishning milliy manfaatiga bakli ziyonliq ekanligini ta'kidlash orqali o'z puhralarini bu sezgur masalada sukut qilishga chaqiriq qilgandan sirt, o'zlarining Uyg'ur masalasida ovoz chiqarmaganligini har xil bahonalar bilan yo'lliq qilib ko'rsatishga urinish xohishi kuchli kerak bo'lgan. Gerçi ular bu xabarlar orqali o'zlarining ko'zlagan muddaolarga yetishga uringan bo'lsa-mu, ammo bir qism sagak arab yoshlari va millatchilari bu haqda izlanib, haqiqiy ahvollarni o'z oldiga aniqlab, avam ichidagi Xitoyga qarshi kayfiyatni kuchaytirishga turtki bo'lgan. Saudiyadagi O'rta Sharq gazeti Arab Birlashma Xalifaligining rasmiy taratqullari asosan mushxil tashviqot usulini tanlab olgan. Biroq boshqa bir qism rasmiy taratqulardan Al-On degan mediada Uyg'urlar haqidagi xabarlar uzilmay uda chiqib turgan.
Ammo nimali degan bilan Arab Birlashma Xalifaligidagi taratqu bo'lg'ashqa, yanala Uyg'ur masalasi haqidagi xabarlar ularning milliy manfaati va Xitoy bilan bo'lgan diplomatik aloqasiga daxli yetmaydigan yumshoq usulda o'tirg'i qo'yilgan. Ular Uyg'ur masalasini Amerika bilan Xitoy o'tirisidagi surkilishlarda qo'llaniladigan cho'ng kozir sifatida qarab, xalqiga shu uqumni singdirmoqchi bo'lyotdi. Xitoymi mushu maqsadiga yetish uchun arab ellariga qartilgan turlik yolg'on tashviqotlarini ozroqmi to'xtatib qo'ygani yo'q. Bundaq ahvol biz uchun to'limi foydasiz. Vaqtida qarshi tadbir tuzishimiz kerak. Arab ellari ichida yer sharlashgan va butun dunyoni qoplay olgan davlat ilkidagi medialardan sanoqliq biri bo'lgan Al Jazeera mediasi Uyg'urlar haqida kundalik xabarlarni berib tursimu, biroq texcha Uyg'urlar masalasini asosliq programmasiga kirgizguni yo'q. Uning ustiga ular ba'zida manbalarni Xitoydan elibla e'lon qilsa, ba'zida g'arb medialaridan elib e'lon qilgan. Natijada ikki xil mediadagi farqi osmon zimindek bo'lgan ikki xil Uyg'ur masalasi va obrazi bu taratqularning ta'siriga uchirgan shaxslarni qaymoqtirib qo'ygan. Shunlashqa Arab ellarida Uyg'urlar haqida xabar ishlagan medialar Xitoyning tishiga tegib qo'ymaslik uchun ko'pincha xabarlarni g'arb mediasidan uzib olgan. Bundaq bo'lganda Xitoy ulardan xafa bo'la olmaydi. Chunki u xabarni arab medialari ishlamagan, faqatla tarqatgan bo'ladi. Shunda qilib ular kavobmi zixmi ko'ymaydigan yo'l tutib, tanqislikdan biroqli qutulgan bo'ladi. Bu orqali ham arab xalqining oldida o'sal ahvolga tushib qolishdan saqlana oladi, ham Xitoyni ranjitib qo'yishdan saqlana oladi. Fransiya ovozining 2019-yili 6-oktyabrdagi xabariga asoslanganda Amerikadagi nopozliq aql ombirining biri bo'lgan Fan tadqiqot markazi bu yil 5-oyning 13-kunidan 8-oyning 29-kunigacha dunyoning har qaysi elleridagi 32 davlatda yashaydigan 34.904 kishi ustidan Xitoyga bo'lgan ta'siroti to'g'riliq tekshirish elib borgan. Tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha, G'arb demokratik ellarining Xitoyga bo'lgan salbiy qarashlari barg'ansiri kuchayib borgan. Dokladda bayon qilinishicha, Xitoyga eng ijobiy pozitsiyada qaraydiganlar ruslar bo'lib, tekshirishga qatnashgan ruslarning 71%i Xitoyga nisbatan do'stona pozitsiyasini ifodalagan. Sharqiy Yevropadagi bulg'arlar, polaklar, litvaliklarning pozitsiyasi nisbatan ijobiy bo'lsa-mu, chexlar va slovakiyaliklarning Xitoyga bo'lgan qarashlari nacharkan. G'arbiy Yevropa davlatlarining Xitoyga bo'lgan qarashlarida Italiya va Gretsiyani hisobga olmaganda mutlaq ko'p qism davlatlardagi xalqning pozitsiyasi kunseri kuchayib ketgan Uyg'ur krizisi va Xitoy tahdidining eshishiga agishib, o'tgan yilga selishtirganda zo'r darajada nacharlashgan. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan iqtisodiy krizisi nisbatan og'ir bo'lgan Italiya va Gretsiya o'tgan yili Xitoy bilan tuzgan iqtisodiy hamkorliklar sababidan Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishiga ovoz qo'shgan. Bu sabablik bu davlatdagi xalqlarning qarashlari o'xshash emaskan. Ammo Yevropadagi buningdan boshqa davlatlarning xalqlari Xitoyga salbiy baholarni bergan. Masalan, Shveysariyaliklarning Xitoyga nisbatan pozitsiyasi o'tgan yilga selishtirganda 17% nacharlashgan bo'lib, 70% Shveysariya xalqi Xitoyga bo'lgan salbiy qarashlarini ifoda qilgan. İspaniyaliklarning Xitoyga nisbatan salbiy pozitsiyada qaraydiganlari 53%ni egillagan. Shimoliy Amerikada elib berilgan tekshirish natijasidan ma'lum bo'lishicha, Kanadaliklarning Xitoyga bo'lgan do'stona muomalasi yil sari orqaga chekingan. Bu qitimki tekshirishda 67% Kanadaliklar Xitoyga salbiy baho bergan. Amerikada tekshirishga qatnashgan kishilardan Xitoyga qarshi pozitsiyani bayon qilganlar 60%dan oshgan.
Braziliyada 18-dan 29 yosh orasidagi yoshlarning 3dan 2 qismi Xitoyga ijobiy qarasimi, 50 yoshdan olqigan kishilarning 60%i Xitoyga salbiy qarashdi ekan. Xitoyga eng nachar ko'z qarashdagi xalq Yapon xalqi ekan. Dokladda bayon qilinishicha, Yapon xalqining 85%i Xitoyga salbiy pozitsiyada qaraydi ekan. Xabarda Türk va Arab davlatlaridagi xalqlarning qarashlari bayon qilinmagan. Biroq Uyg'urlar ichidagi bir qism diniy zotlar Türk va Arab xalqlarining Xitoyga nisbatan ko'z qarashlarini tekshirishga to'g'ri kelgan taqdirda Arab va Türk xalqlarining hokimiyatlari Xitoy tahdididan bakrak o'rtaq manfaat, kurdlar va falastinliklar masalasi va iqtisodiy beqindilik sababidan Xitoyni yoqlasimi, Türk Arab xalqlarining Xitoyga hargiz ijobiy qarmaydiganligini ilgari surgan. To'limi afsus. Hozirgi reallik shuni isbotlab turibdiki, Xitoy Türk va Arab ellarida elib borgan Uyg'urlar haqidagi tashviqot urushida asosan g'alaba qilib ko'zlagan maqsadiga yetgan. Buni Turkiyaning 2017-yildan buyonqi amaliy pozitsiyasi va arablarning o'tgan 5 yildagi Uyg'ur masalasiga tutgan amaliy pozitsiyalardan ko'rib olish mumkin. Qisqasi, Arab medialarındaki Xitoy obrazi asosan Xitoylar o'zlari ta'minlab bergan har xil uchurlar va ma'lumotlar, o'zlari bir qo'lliq tarbiyalab Xitoy oshiqlariga aylantirgan Arab manqurutlari va Xitoy yo'lab turayotgan hokimiyatlar va medialarning kuchishi bilan alohida unum yaratgan ijobiy obraz bo'lib, Xitoyning bu saxta obrazini bichit qilish uchun Uyg'urlar g'oyat zo'r tirishchanlik ko'rsatishga majbur.